Voy maşallah, men bugun sizlarga o'limdan boshqa любой kasalliklarni ukol dorilarsiz davolaydigan juda ham bir yaxshi joy topib qo'ydim. Qanaqa ekan bu joy degan aka-ukalarimizga oddiy o'zimizni asalari, zuluk va hijoma yo'llari bilan davolashar ekan. Ketdik, kirib bilaylikchi, qanaqa kasalliklarga davolar bor ekan. Ketdik. Doktor, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Biz Qirg'izistondan keldik. Biz tarafdagi nimalar, meni podpischilarimga bir qator aytib o'tsangiz, qanaqa kasalliklarga davolarlar bor, nimalar bilan, qanaqa muolajalar bilan davolaysizlar, bir qator aytib o'tsangiz, xudo xolasa meni podpischilarim ham kelib sizda davolanib ketsa. Xudo xolasa. Endi muolajamiz asosan biologik maxsus nerv nuqtalariga, faol nuqtalar bo'ladi. Shu faol nuqtalarga asalari qo'yish, asalari chaqtirish yordamida tartib orqali foydasi bor o'zini. Shu chaqtirish yordamida muolaja qilamiz. Asosiy muolajamiz shu asalari, apiterapiya. Endi bunga qo'shimcha zuluk terapiyamiz bor, keyin hijomamiz bor, keyin 100% tabiiy usulda tayyorlangan giyohlardan foydalanamiz. Asosiy shu apiterapiyaga kelib muolaja olishadi. Unga qo'shimcha endi shunday bemorlar borki, kasalliklar turli xil bo'lib ketgan. Bir-biriga chamarchas bog'lanib ketgan kasalliklar bor. Ana o'shalarga apiterapiyaga qo'shimcha ravishda zulukdan foydalanishimiz mumkin yoki hijoma yoki giyohlardan foydalanishimiz mumkin. Bu qo'shimcha ravishda. Bu degani muolajamiz 100% tabiiy usulda ketadi. Organizmga xudo xolasa. Endi bu 100% tabiiy usulda ketganligi sababi bu 4 yo'nalish bilan ketamiz. Bu apiterapiya, zuluk, hijoma, giyohlarimiz. Shuning uchun juda ham yaxshi natijalarga erishyapmiz. Effektlar juda ham zo'r bo'lyapti, xudo xolasa. Endi kelgan bemorda avvalambor Allohdan hammasi minnatdor bo'lib qaytishyapti. Inshaalloh. Sertifikatlarga keladigan bo'lsak, sertifikatlaringiz bormi? Albatta, dokumentlarimiz hammasi bor. U tomonlama muammo yo'q. Tabobat akademiyasi a'zosimiz. Tabobat akademiyasi a'zosi bo'lamiz. Xo'p. Zuluk tomonlama, hijoma tomonlama o'qigan sertifikatlarimiz ham bu yoqlarda ham bor. Faxriy yorliqlarimiz, sertifikatimiz, giyohlar tomonlama. Necha yildan beri faoliyat olib borasizlar? Xo'p, faoliyatimizga xudo xolasa bir 7-8 yil bo'ldi. 7 yildan oshyapti, xudo xolasa. 7-8 yildan beri mana shu joyda ish olib boryapsizlar. Absolyutno haligi ukol, dorilar, kapelnitsalarsiz unaqa narsalar ishlatmaysizlar. Sun'iy narsa, ximikatlardan foydalanmaymiz. Endi bizga kelayotgan bemorlar deyarli hammasi shu ximikatlardan foydalanib, og'riq qoldiruvchilarni ichib yurib, kasalligini davolay olmasdan sal jiddiylashtirib olib keyin kelayotganlar hisoblanadi. Alhamdulillah hammalarida o'zgarishlarimiz yaxshi, xudo xolasa. Bemorlaringiz bilan ham bir qator gaplashsak bo'ladimi? Albatta. Yotog'imiz ikkinchi qavatda joylashgan. Bu endi qabulxonamiz. Chiqamiz albatta. Ulardan ruxsat so'rab gaplashsak bo'ladi. Ketdik, ko'raylikchi. Xo'p, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qayerdan keldingiz, xola? Toshkent oblasi Bo'ka rayonidan kelganman. Suyak yemirilish kasali bilan kelganman. Hozir mana davolanish jarayonida o'tiribmiz. Yaxshi. Avval qanaqa holatda edingiz, hozir qanaqa holatdasiz? Men bu oyog'imni bosolmasdim. Men bu tizzam rosa yomon bo'lib ketgandi. Mana hozir bemalol ikkita oyog'imda baravar yura olaman. Mashalloh. Meniki mana shu tizza yemirilish bo'yicha. Tizza yemirilishi bo'yicha. O'sha suyak yemirilish degan, o'shani orqasidan kelyapman. Xudoga shukr, oyog'imda asosan mana shu tizzada rosa og'riq kuchli edi. Hozir xudoga shukr, mana shu og'riqlar tarqab, juda ham o'zimni yaxshi his qilib yuribman. Assalomu alaykum. Men Farg'ona tumanidan kelganman. Men ushoqli nevralgiyasi bilan juda qattiq og'rib, kuchli og'riqda больницаlarda yotib ko'p lecheniyalar oldim. Rossiyalarga nima qilishdi, davosi yo'q deyishdi, yoqdan xabar kelib, keyin nima anaqa narkotiklar qilishdi, og'rig'im kuchliligida bir yaxshi bo'lmadim. Keyin mana shu internetdan, YouTubedan shuni topib keldikda, o'sha birinchi kuni ham hali ikkita kuchli anaqa dorim bor edi, bittasini ichmadim. Ertasi kuni ikkinchisini ham to'xtatdimda, og'rig'im qoldi o'sha bittadayoq. Shu bilan mana 4 etap nima oldim lecheniyani, mana 3 yil bo'ldida, hech qanaqa bezovta qilgan yo'q. Hozir endi profilaktika uchun nimami, immunitetimi kuchaytirib, o'shinga keldim. Men Samarqand oblasidan kelganman. Grija bilan keldim. Hozir ancha yaxshiman. Nasib bo'lsa 89-90% ga yaxshi bo'lib qoldim. Xo'p, aya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar qayerdan keldinglar? Nima kasalliklar bilan keldinglar? Natija qanday hozir? Men Buxoro viloyatidan, Buxoro shaharidan keldim. Onamlar Sirdaryo viloyatidan. Men gaymarit bo'yicha, davlina bo'yicha, davlina o'ynab turardi. Onalarim davlina, 77 yoshdalar, davlina ko'p azob chekarlar. Xudoga shukr, bugun 5-kun, juda yaxshi natijamiz, alhamdulillah. Natijalari yaxshi, xudo xolasa. Yaxshi, davlinamiz juda yaxshi. Gaymaritga natija juda yaxshi. Og'riqlar, nimalarim qoldi, uyqularim yaxshi. Og'riqlar tarqadi, yengillik bor.
tavsiya qilaman lekin hammaga to'g'ri tavsiya qilaman. O'sha onamni ham olib keldimda shunga. Mashalloh, umringlar uzoq bo'lsin. Aridan qo'rqib, yo'q dedim, yuring. Yaxshi. Onamlarni kardiologiyaga, nevrologiyaga ko'p yotqizamiz-da. Bu yoqqa keldim, 5 kunda natijasi juda yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Natija yaxshi, davleniyamiz juda yaxshi. Davleniyam yaxshi, yaxshi. Yuraklaringizda ham уже o'zgarish bor a. O'zimni yaxshi his qilyapman. Xo'p, aka-ukalar, adresga keladigan bo'lsak, adresimiz O'zbekiston Respublikasida Marhamat tumanida bo'ladi. Aynan mana shu men kelayotgan yo'limiz Qirg'izistondan, ya'ni Qorabog'is chegarasini bilamiz, Aravon rayoni bilan chegaradosh. Ana shu chegaradan o'tib kelayotganimizda Marhamat tumanining sentriga, boyaga hali hammamiz bilgan Perekrovskaga yetib kelamiz. Ana shu Perekrovskadan razvorot qilib, yana Qirg'iziston tarafga qaytganimizda bu yerda haligi setga to'silib ekanda, yo'ldan o'tolmaysiz ekan. Tibbiy majmua deb yozib qo'ygan. Mana shu joyda hali Marhamat tumanining raddomi shu yerda ekan. O'zi raddomga desanglar hamma biladi deyishyapti. Mana shu joyga kirganimizda mana bu imoratning orqa tarafida bo'lib qolyapti. O'ng qo'l tarafga kelamiz. Mana shu hozirgi ko'rsatgan klinikamizga kelib bemalol davolanib ketsak ham bo'laveradi. Bularni ishlash soatlariga keladigan bo'lsak, ertalabki 8 dan to kech paytgi 5-6 gacha akalarimiz xizmatda ekan va dam olmasdan ishlashar ekan. Ya'ni shanba, bozor kun tanlamasdan har kuni ishlashar ekan. Yana ham to'liqroq ma'lumotlar uchun opisaniyada telefon nomerlarini qoldiryapman. Ana shu nomerlarga bemalol murojaat qilib yoki bo'lmasa opisaniyada yozilgan adreslarga kelib davolanib ketsak bo'laveradi. Mana bu videoda so'zsiz tarqatib qo'yishingizlardan chiqmasin. Rahmat.